Bugun men juda og'riqli va hammaga tegishli mavzuni tushuntiraman. Qarz sabab qariyalarni, pensionerlarni, ota-onalarni yashab turgan uydan chiqarib yuborish mumkinmi yoki yo'qmi? Bu ma'lumotni hozir bilib qo'ymasangiz, ertaga bank, mikrokredit tashkiloti qarindosh, tanish yoki sud ijrochisi eshik taqillatganda nima qilishni bilmay qolishingiz mumkin. Ayniqsa uy garovga qo'yilgan bo'lsa, kredit o'z vaqtida to'lanmagan bo'lsa, meros, ulush, ro'yxatdan o'tish, kafil bo'lish kabi masalalar aralashgan bo'lsa, vaziyat juda jiddiylashadi. Men bugun sizga vahima tarqatish uchun emas, aksincha, qonuniy yo'lni tushuntirish uchun gapiryapman. Agar sizning oilangizda qariya ota-ona bo'lsa, kredit olgan farzand bo'lsa, uy garovga qo'yilgan bo'lsa yoki kimdir sizdan imzo qo'yib beravering, hech narsa bo'lmaydi deb so'ragan bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday mavzularni bilish bir kun kelib uyingizni, oilangizni va tinchligingizni saqlab qolishi mumkin. Avvallari odamlar orasida bitta tushuncha kuchli edi. Qariya odamni uydan hech kim hayday olmaydi. Pensionerning yagona uyiga tegishmaydi. Uyda bolalar yoki keksalar bo'lsa, sud ham chiqara olmaydi. Bu gaplar qisman hayotiy tuyuladi, lekin huquqiy jihatdan har doim ham to'g'ri emas. Eng katta xato shuki, odamlar men shu uyda yashayman degan faktni bu uy hech qachon mendan olinmaydi degan kafolat deb o'ylashadi. Hozir esa vaziyat ancha o'zgargan. Kredit, garov, ipoteka, mikrozayom, kafil, qarz shartnomasi, sud qarori va ijro harakatlari juda ko'paydi. Banklar va mikrokredit tashkilotlari oldinga qaraganda hujjat bilan ishlaydi. Agar uy garovga qo'yilgan bo'lsa, qarz to'lanmasa, kreditor sud orqali garovdagi mulkni undiruvga qaratishni so'rashi mumkin. Sud qarori chiqqandan keyin ish majburiy ijro byurosiga o'tadi. Keyin ogohlantirish, muddat berish, baholash, auksionga chiqarish kabi jarayonlar boshlanadi. Mana shu joyda ko'pchilik nega bizni hech kim ogohlantirmadi deb qoladi. Aslida esa ogohlantirish qog'ozlari kelgan. Eng muhim farqni tushunib oling. Oddiy qarz bilan garovga qo'yilgan uy masalasi bir xil emas. Agar siz oddiy qarz olgan bo'lsangiz va uyingiz garovda bo'lmasa, kreditor darrov kelib uydan chiq deya olmaydi. U avval sudga murojaat qiladi, qarzni isbotlaydi. Sud qarori oladi. Keyin ijro tartibida mol-mulk aniqlanadi. Ammo agar uy kredit shartnomasiga garov sifatida qo'yilgan bo'lsa, xavf ancha yuqori bo'ladi. Chunki siz o'sha uy orqali qarzni ta'minlab bergan bo'lasiz, ya'ni qarz to'lanmasa. Aynan shu mulk hisobidan qarz qoplanishi mumkin. Men birinchi navbatda kimlar albatta hushyor bo'lishi kerakligini aytaman. Birinchi toifa uyini garovga qo'yib kredit olganlar. Masalan, Toshkent viloyatida yashaydigan oila 120 million so'm kredit oladi. Kreditni o'g'il biznes uchun olgan, lekin uy otaning nomida. Ota bolam ishlatib oladi, keyin to'laydi deb garovga rozilik bergan. Dastlab 6 oy to'lovlar vaqtida ketgan. Keyin biznes yurishmagan, qarz 120 milliondan penya, foiz, jarima bilan 1080 millionga chiqqan. Bank ogohlantirgan, lekin oila bir amallaymiz deb yuravergan. Sud bo'lgan, qaror chiqqan, keyin uy auksionga chiqarilgan. Bu vaziyatda ota pensioner bo'lgani, ona kasal bo'lgani, uyda nevaralar borligi muammoni insoniy tomondan og'irlashtiradi. Lekin garov hujjati bor bo'lsa, huquqiy xavfni to'liq yo'q qilmaydi. Ikkinchi toifa kafil bo'lgan qariyalar. Juda ko'p ota-onalar farzandi, kuyovi, jiyani uchun kafil bo'lib beradi. Faqat formalnost, sizdan hech kim pul so'ramaydi deyishadi. Aslida kafil bo'lish bu oddiy imzo emas. Kafil qarzdor to'lamasa, qarzni to'lash majburiyatini o'z zimmasiga olishi mumkin. Masalan, 7 yoshli otaxon nevarasining 40 million so'mlik kreditiga kafil bo'ladi. Nevara Rossiyaga ketadi, to'lov to'xtaydi. Bank qarzdorni topolmasa yoki undirish qiyin bo'lsa, kafilga talab qo'yadi. Otaxon men pulni olmaganman deydi. Lekin kafil sifatida imzo qo'ygan bo'lsa, qonun oldida majburiyat paydo bo'lgan bo'ladi. Agar otaxonning nomida avtomobil, bank hisobidagi pul yoki boshqa mol-mulk bo'lsa, undiruv shularga qaratilishi mumkin. Uy masalasida esa garov bor yo'qligi, ulush, mulk huquqi va boshqa holatlar alohida tekshiriladi. Uchinchi toifa uyda yashaydi, lekin mulkdor emas. Bu juda nozik masala. Ba'zi qariyalar bu uy meniki deb o'ylaydi. Chunki 30 yil yashagan, ta'mir qilgan, bolalarni shu uyda katta qilgan. Lekin kadastr hujjatida uy farzandining nomida bo'lishi mumkin. Farzand esa uyni garovga qo'ygan yoki sotib yuborgan bo'lishi mumkin. Qariya ro'yxatda turgani unga yashash huquqi bo'yicha ayrim himoya berishi mumkin. Lekin mulkdorlik huquqini avtomatik bermaydi. Agar hujjatda siz mulkdor bo'lmasangiz, men shu yerda yashaganman degan gapning
o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. Uy kimning nomida, qaysi hujjat bilan olingan, ulushlar qanday taqsimlangan, garov bormi, yo'qmi? Buni oldindan tekshirib qo'ying. 4-toifa qarz shartnomasini notarius orqali rasmiylashtirganlar. Masalan, bir tanishdan $20,000 qarz oldingiz, 6 oyda qaytaraman dedingiz. Notariusda qarz shartnomasi tuzdingiz. Keyin qaytara olmadingiz. Kreditor sudga murojaat qiladi yoki hujjat turiga qarab undiruvni boshlashi mumkin. Agar sizning nomingizda uy, yer, mashina, do'kon yoki boshqa aktiv bo'lsa, bu mol-mulklar bo'yicha xavf paydo bo'ladi. Bu yerda ham men pensionerman degan gap qarzni butunlay bekor qilmaydi. Pensionerlik holati ijro jarayonida ushlab qolish miqdori, to'lov grafigi ijtimoiy holatni hisobga olishda ahamiyatli bo'lishi mumkin, lekin qarzni o'chirmaydi. Endi kimlar nisbatan kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz hech qanday garov bermagan bo'lsangiz, hech kimga kafil bo'lmagan bo'lsangiz, uy sizning nomingizda bo'lsa va qarz ham sizniki bo'lmasa, kimdir farzandingizning qarzi uchun kelib sizning uyingizni olib qo'yishi oson emas. Masalan, o'g'lingiz mikrozayom olgan, lekin siz kafil emassiz, uyingiz garovda emas. Qarz shartnomasida sizning ismingiz yo'q. Bunday vaziyatda tashkilot sizni qo'rqitib, o'g'lingiz to'lamasa, uyingizni olib qo'yamiz desa, bu ko'pincha psixologik bosim bo'ladi. Siz ulardan yozma talab shartnoma nusxasi, sizning majburiyatingiz nimaga asoslanganini so'rashingiz kerak. Telefon orqali baqirish, uyga kelib sharmanda qilish, mahallaga gap tarqatish qonuniy undiruv emas. Yana bir misol, ona o'z uyida yashaydi, uy uning nomida. Qizi kredit olgan, lekin ona kafil bo'lmagan, uy garovga qo'yilmagan. Kredit tashkiloti onaga qo'ng'iroq qilib, qizingiz to'lamasa, sizdan olamiz desa, ona qo'rqib ketmasligi kerak. U men qarz shartnomasi taraf emasman, kafil emasman. Garov beruvchi emasman. Talablaringizni yozma shaklida yuboring deb aytish kerak. Mana shunday sodda, lekin aniq javob ko'p noqonuniy bosimlarning oldini oladi. Eng katta tuzoq birinchi, faqat imzo qo'yib bering degan gap. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odamlar shartnomani o'qimasdan imzo qo'yadi. Bank xodimi aytdi, muammo bo'lmaydi. Notarius yonida hammasi qonuniy bo'lsa kerak. Farzandim-ku ishonaman deyishadi. Ishonch boshqa, hujjat boshqa. Agar siz garov shartnomasiga imzo qo'ysangiz, demak uyingiz qarz qaytmasa xavf ostida qolishini tan olgan bo'lishingiz mumkin. Agar kafil sifatida imzo qo'ysangiz, qarzdor to'lamasa sizdan talab qilishlari mumkin. Shuning uchun har bir imzo pulga teng, ba'zan esa butun uyga teng. Ikkinchi nozik nuqta, uy xotinning umumiy mulki bo'lishi mumkin. Masalan, uy erning nomida, lekin nikoh davomida olingan. Xotin uy mening nomimda emas deb o'ylaydi. Aslida ayrim hollarda bu umumiy mulk bo'lishi mumkin. Agar xotinning roziligisiz uy bilan bog'liq jiddiy bitim qilgan bo'lsa, bu alohida nizoga sabab bo'ladi. Lekin bunday nizolarni vaqtida ko'tarish kerak. Sud qarori chiqib, ijro boshlangandan keyin men bilmagan edim. Deyish kechikkanda himoya bo'lishi mumkin. Shuning uchun oilada katta kredit, garov, sotish, hadya qilish masalalari yashirincha qilinmasligi shart. 3-nozik nuqta, meros va ulush. Otadan qolgan uyda 3 farzand va ona yashaydi. Hujjatlar rasmiylashtirilmagan. Farzandlardan biri o'z ulushini garovga qo'yishga yoki sotishga harakat qiladi. Yoki qarzi sabab uning ulushiga undiruv qaratilishi mumkin. Bunday vaziyatda butun uy darrov ketadi deb aytish noto'g'ri, lekin ulush masalasi katta muammo tug'diradi. Agar uy bo'linmasa, auksion ulushni baholash, boshqa merosxo'rlarning huquqlari kabi murakkab jarayonlar boshlanishi mumkin. Shuning uchun meros hujjatlarini yillar davomida cho'zib yurish juda xavfli. Hammamiz bir oilamiz keyin qilamiz deyilgan ish ertaga qarz, ajrim, o'lim, nizo sabab portlab chiqadi. 4-tuzoq, mikrokredit va foizlar. Odam 5 million so'm oladi, keyingi oy yopaman deydi. Keyin yana uzaytiradi, jarima qo'shiladi, boshqa joydan olib birini yopadi. Natijada 5 million qarz 15 millionga, keyin 30 millionga aylanadi. Bu summaga uy ketmaydi deb o'ylash mumkin. Lekin agar qarzlar ko'payib, sud qarorlari yig'ilsa, ijro harakatlari jiddiylashadi. Ayniqsa qarzdorning nomida boshqa mol-mulk bo'lmasa, kreditorlar mavjud mulkka qiziqa boshlaydi. Shuning uchun kichik qarzni ham mensimaslik kerak emas. Qarzning eng xavfli tomoni uning o'sishi va nazoratdan chiqishidir. 5-nozik nuqta, suddan kelgan qog'ozlarni ochmaslik. Ko'pchilik konvert kelsa qo'rqib ochmaydi, telefonni olmaydi, sudga bormaydi. Bu juda katta xato. Siz bormasangiz ham ish ko'rilishi mumkin. Qaror chiqishi mumkin. Muddatlar o'tib ketishi mumkin. Keyin apellyatsiya berish muddati, e'tiroz bildirish imkoniyati bo'y beriladi.
Men doim aytaman. Suddan, ijrodan, bankdan kelgan har qanday hujjatni darhol o'qing, rasmga oling, sanasini belgilang va mutaxassisga ko'rsating. Hujjatdan qochish muammoni yo'q qilmaydi. Aksincha sizni himoyasiz qoldiradi. 6-nozik nuqta yagona uy masalasi. Ko'pchilik yagona uyga umuman tegish mumkin emas deb o'ylaydi. Bu masala qonunchilikda va amaliyotda murakkab. Ayrim holatlarda yashash uchun zarur bo'lgan yagona turar joy bo'yicha cheklovlar va himoyalar bo'lishi mumkin. Lekin garovga qo'yilgan mulk bundan mustasno bo'lishi ehtimoli yuqori. Ya'ni agar siz o'sha uyni o'zingiz garov sifatida bergan bo'lsangiz, keyin bu mening yagona uyim degan dalil har doim ham to'liq himoya qilmaydi. Shu sababli garov shartnomasini imzolashdan oldin 10 marta o'ylash kerak. 7-nozik nuqta. Qariyaning roziligi haqiqiy bo'lganmi? Ba'zida keksa inson savodxon emas, ko'zi yaxshi ko'rmaydi, eshitish past. Hujjat mazmunini tushunmaydi yoki bosim ostida imzo qo'yadi. Bunday holatlarda bitimni haqiqiy emas deb to'sish masalasi ko'tarilishi mumkin. Lekin buni shunchaki onam tushunmagan deb aytish yetarli emas. Tibbiy hujjatlar, guvohlar, notariusdagi holat, ekspertiza, bosim bo'lganini tasdiqlovchi dalillar kerak bo'ladi. Demak, agar qariya haqiqatan aldangan yoki majburlangan bo'lsa, vaqtni boy bermasdan advokatga murojaat qilish zarur. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar sizda qarz, garov, kafil yoki uy bilan bog'liq xavf bo'lsa, birinchi qadam hujjatlarni yig'ing. Kredit shartnomasi, garov shartnomasi, kafil shartnomasi, to'lov grafigi, qarzdorlik hisob kitobi, bankdan kelgan xatlar, sud chaqiruvi, sud qarori, ijro hujjati, kadastr hujjatlari, nikoh guvohnomasi, meros hujjatlari, ro'yxatda turish ma'lumotnomasi, pensionerlik va kasallik bo'yicha hujjatlar. Gap bilan emas, hujjat bilan himoyalanasiz. Ikkinchi qadam. Uy kimning nomida ekanini aniqlang. Kadastr hujjatini oling yoki tegishli davlat xizmatlari orqali tekshiring. Uyda kimlar ro'yxatda turibdi? Mulkdor kim? Ulushlar bormi? Garov taqiqi qo'yilganmi? Bularni biling. Ba'zan odam o'z uyida taqiq borligini ham bilmaydi. Taqiq bo'lsa mulkni sotish, hadya qilish, qayta rasmiylashtirish mumkin bo'lmay qoladi. 3-qadam. Bank yoki kredit tashkilotidan yozma qarzdorlik hisob kitobini so'rang. Og'zaki aytilgan summa bilan haqiqiy qarz farq qilishi mumkin. Asosiy qarz qancha, foiz qancha, penya qancha, jarima qancha, sud xarajatlari qancha, hammasi alohida ko'rsatilishi kerak. Agar hisob kitobda xato bo'lsa, siz e'tiroz berishingiz mumkin. Ayrim hollarda penya va jarimalarni kamaytirish masalasini sudda ko'tarish mumkin. 4-qadam. Sud bo'lsa, albatta qatnashing. Sudga bormaslik bilan muammo hal bo'lmaydi. Sudda siz qarzdorlik summasiga e'tiroz bildirishingiz, to'lovlarni ko'rsatishingiz, muddat so'rashingiz, kelishuv taklif qilishingiz, qariyalar va nogironlar holatini tushuntirishingiz. Garov shartnomasi bo'yicha e'tirozlaringizni bildirish imkoniga ega bo'lasiz. Agar o'zingiz tushunmasangiz, advokat yoki yuridik maslahat markaziga boring. 5-qadam. Ijro boshlangan bo'lsa, majburiy ijro byurosi bilan aloqa qiling. Ijrochidan ish raqamini, qaror nusxasini, undiruv summasini, baholash tartibini, ixtiyoriy to'lash muddati bor yo'qligini so'rang. Hamma narsani yozma qiling. Menga falon kuni kelib aytishdi, emas, ariza kiriting va kirim raqamini oling. Agar ijrochi harakatlari noqonuniy deb hisoblasangiz, yuqori turuvchi organ yoki sudga shikoyat qilish mumkin. 6-qadam. Kreditor bilan muzokara qiling, lekin hujjatsiz emas. Bankka borib restrukturizatsiya so'rang. Ya'ni qarzni qayta jadval qilish, muddatni uzaytirish, jarimalarni kamaytirish, ma'lum qismini to'lab qolganini bo'lib to'lash bo'yicha ariza yozing. Arizada oilaviy holat, pensioner ota-ona borligi, daromad manbasi. Real to'lov imkoniyatingizni ko'rsating. Masalan, har oy 2 million so'mdan to'lay olaman, 6 oy ichida qarzni barqaror yopish rejasini taklif qilaman deb aniq yozing. Faqat yordam bering deyish yetarli emas, real reja kerak. 7-qadam. Qariyalarni himoya qilish uchun ijtimoiy hujjatlarni tayyorlang. Pensionerlik guvohnomasi, nogironlik ma'lumotnomasi, tibbiy tashxislar, dori-darmon xarajatlari, yolg'iz yashashi. Parvarishga muhtojligi haqida mahalla yoki tibbiyot muassasasi ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Bu hujjatlar qarzni bekor qilmaydi, lekin sudda ijro jarayonida, kelishuvda, muddat berishda muhim rol o'ynashi mumkin. 8-qadam. Noqonuniy bosimga qarshi turing. Agar kollektor yoki kredit tashkiloti xodimi uyga kelib haqorat qilsa, qo'rqitsa, qo'shnilarga aytsa, qariyani sharmanda qilsa, telefon orqali tahdid qilsa, bularni yozib oling. Sana vaqtini belgilang. Guvoh toping va ichki ishlar organlariga, prokuraturaga yoki tegishli nazorat organlariga murojaat qiling.
Qarz borligi odamni haqorat qilish huquqini bermaydi. Qarz undirishning ham qonuniy tartibi bor. 9-qadam. Hech qachon yangi qarz olib eski qarzni yopishga shoshilmang. Bu eng ko'p uchraydigan xato. Bir bank qarzini yopish uchun mikrozayon, uni yopish uchun tanishdan foizli qarz, keyin tilla lombardga qo'yish, oxiri uyga xavf keladi. Avval umumiy qarz xaritasini tuzing. Kimdan qancha qarz, foizi qancha, muddati qachon, qaysi bir garovli, qaysi biri sudda. Shundan keyin ustuvor to'lov rejasini qiling. Garovdagi uy bilan bog'liq qarz odatda eng xavfli bo'ladi. 10-qadam. Oilaviy qarorlarni yashirin qilmang. Ota-ona uyini garovga qo'yishdan oldin barcha farzandlar, turmush o'rtog'i, mulkdorlar, ulush egalari gaplashsin. Bir oyda qaytaraman degan va'da bilan uy xavfga qo'yilmasin. Agar biznes uchun kredit olinayotgan bo'lsa, biznes rejasi, daromad prognozi, yomon holatda nima sotiladi, kim to'laydi, hammasi yozma kelishilsin. Oilaviy ishonch yaxshi, lekin hujjatsiz ishonch ko'pincha qariya ota-onaning ko'z yoshiga aylanadi. Bugungi asosiy fikr shuki, qariyani qarz sabab uydan chiqarish masalasi oddiy mumkin yoki mumkin emas degan javob bilan tugamaydi. Hammasi hujjatga bog'liq. Uy garovdami? Qariya mulkdormi? Kafil bo'lganmi? Qarz kimning nomida? Sud qarori bormi? Ijro qaysi bosqichda? Uy yagona turar joymi? Rozilik qanday olingan? Agar hujjatlarda sizning majburiyatingiz yo'q bo'lsa, qo'rqituvlarga aldanmang. Agar garov yoki kafil shartnomasi bor bo'lsa, vaqtni bo'y bermang, darhol harakat qiling. Men sizga eng muhim maslahatni yana bir bor aytaman. Hech qachon shartnomani o'qimasdan imzo qo'ymang. Suddan kelgan qog'ozni e'tiborsiz qoldirmang. Qariyalar nomidagi uyni vaqtincha garov deb xavfga qo'ymang. Har bir hujjatni tushunib, maslahat olib, keyin qaror qiling. Sizningcha qarz uchun yagona uy masalasida qariyalarga alohida kuchliroq himoya kerakmi? Fikringizni izohlarda yozing. Agar bu ma'lumot sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot ba'zan butun oilani katta fojiadan saqlab qoladi.